Dadam ayolini onasi deb o'ylayapti. Aziz Rametov otasining Alsgeymer kasalligiga chalingani va xotirasini yo'qotayotgani haqida batafsil ma'lumot berdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Aktyor va xonanda Aziz Rametov ijtimoiy tarmoqlar orqali otasi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Jumadulla Rametovning Alsgeymer xastaligiga chalingani haqida ma'lum qildi. U dunyoga eng katta tarqalgan va yil sayin yosharib borayotgan kasallik haqida videorolik ham suratga oldi. Ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda har 7 soniyada kimdir Alsgeymer kasalligiga chalinadi. Insonni aqliy qobiliyatlaridan, ayniqsa xotiradan ayiruvchi Alsgeymer xastaligi nafaqat keksalar, balki ayrim yoshlarga ham xavf solmoqda. Ilgari bu xastalik 65 yoshdan yuqori bo'lgan kishilarda uchragan bo'lsa, bugungi kunda 45 yoshlik insonlar ham undan ziyon chekmoqda. Amerikalik psixiatr Neil Buchholz oddiy parishonxotirlik bilan Alsgeymer o'rtasidagi tafovutni quyidagicha izohlagan. Agar siz kalitlarni qayerga qo'yganingizni unutgan bo'lsangiz, bu Alsgeymer alomati emas. Kalit qanday vazifani bajarishini unutib qo'ysangiz, buni jiddiy muammo deb aytish mumkin. Karantin avjiga chiqqan paytida Jumadulla aka bu kasallikka chalinganini bildik, ammo men u paytda Turkiyada Mendirman Jaloliddin serialining syomkasida edim. O'g'illarim dadasini darrov kasalxonaga olib borgan. Ammo u paytda bemorlarning ko'pligidan kasalxonalarda bo'sh joy yo'q ekan. Aziz o'g'lim kunda qo'ng'iroq qilib, nima qilamiz, ahvollari og'ir dedi. Uzoqda bo'lganim uchun qo'limdan hech narsa kelmadi. Undan keyin o'zimga ham saraton xastaligi tashxisini qo'yishdi. Ketma-ket kelgan dard oilamizni shoshirib qo'ydi. Men teatrga ishga bormayapman. Oyligimni olib tashlashsin, yoshlarga berishsin deydi. Shuncha yil ishladingiz, ozgina siylashsa nima qilibdi desam ham unamayapti. Men to'y xizmatlari yoki syomkalar sabab teatrga borolmagan kunlarim bo'lgan. Ammo Jumadulla Rametov biror marta teatrga xiyonat qilmagan inson. Men kasallikka taslim bo'lganim yo'q. Nasib qilsa turmush o'rtog'im ham bu dardni yengib o'tadi. Buning uchun oilamiz bilan kurashyapmiz deydi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Saida Rametova. Xotira inson hayotida nechog'lik muhim ahamiyat kasb etishini endi anglab yetyapman. Dadamga Alsgeymer kasalligi boshlanganiga 2 yil bo'ldi. Avvaliga erkalik qilyapsiz deb unchalik ishonmadim. Keyin birdan ozib ketdilar. Avvalgi qisqa vaqt xotiralarni yo'qotib, ma'lum vaqt sog'liklari yomonlashgan bo'lsa, 1 yildan buyon ahvollari yanada yomonlashdi. Avvaliga dadamni shifoxonada davolanishlarini istamadim. Uyda, oila davrasida bo'lsa yaxshi deb o'ylagandim. Ammo bu xastalikka o'tib ketadi deb qarash kerak emas ekan. Ya'ni bemor ma'lum vaqt shifokor nazoratida bo'lishi, dori va ukollarni o'z vaqtida qabul qilish kerak ekan. Dadam Alsgeymer xastaligining 2-bosqichidan o'tdi. Bu kasallik 4 ta bosqichdan iborat ekan. 4-bosqich juda og'ir kechishi haqida eshitdim. Dadam ham tez-tez xotiralarini yo'qotib, nima qilishlarini bilmay qolyapti. Ba'zan uyda hojatxona yoki oshxona qayerda ekanini unutib qo'yadi. Gohida esa onamga qarab, "Ayajon" deydi. Yarim kechasi uyg'onib o'zini noqulay his qilayotganini aytadi. Onam esa yarim kechasi bo'lsa-da uyg'onib dadamni yupatadi. Ilohim, dadamning dardiga shifo bersin deydi aktyor va xonanda Aziz Rametov. Ajrashaman deb o'ylaganim uchun afsuslandim. Aziz Rametovning rafiqasi Shahlo Rametova turmush o'rtog'i haqidagi savollarga javob berdi. Yangiliklar.uz kanali. Video yoqqan bo'lsa, bir dona like tugmasini bosishni unutmang. Taniqli aktyor Aziz Rametovning rafiqasi Shahlo Rametova turmush o'rtog'i haqida berilgan savollarga video orqali javob berdi hamda ayni paytda u davolanishda ekanini ma'lum qildi. Xo'jayinim haqida kelgan savollarga javob bermoqchiman. Ularning hozir qayerdaligi, nima sababdan internetda ko'rinmayotgani yoki tug'ruqxonadan chiqayotganimda nega yonimda bo'lmagani kabi savollarga qisqa to'xtalib o'taman. Ko'pchilikning xabari bor, turmush o'rtog'im oxirgi paytlarda bo'yin umurtqasi singani sababli qattiq og'riqdan qiynalayotgan edi. Aslida operatsiya qilinishi kerak edi, ammo O'zbekiston sharoitida bu jarrohlik amaliyotining ijobiy natijasiga hech kim kafolat bermagani uchun uni o'tkazishning imkoni bo'lmadi. Chunki buning oqibati nogironlikka olib kelishi mumkinligini aytishdi. Gap faqat bo'yin umurtqasining sinishi va noto'g'ri bitishi haqida emas, beli sinishi hamda uchta grija ketyapti. Mana shu muammolarning barchasi qo'shilib oxirgi vaqtlarda og'riqlar ularni ancha qiynab qo'ydi. Shu sababli hozirda maxsus klinikada qat'iy rejim ostida davolanyaptilar. Bir muddat internetdan uzoqlashib, asab tizimini dam oldirib davolanyaptilar. Ijtimoiy tarmoqlarga karta raqam joylashtirilgani bo'yicha ham ko'pchilik noto'g'ri ma'lumot tarqatib, noto'g'ri izohlar yozdi. To'g'risini aytsam, o'sha paytda 3-marta ota bo'lish arafasida turganlari va shifokorlar operatsiya haqida gapirishgani uchun qo'rqib ketib, shok holatida shunday qilgandilar.
chunki bizga O'zbekiston sharoitida bu amaliyotni o'tkazishning imkoni yo'q. Operatsiyadan qanday holatda chiqishingizga kafolat bera olmaymiz. Jarrohlikni chet elda o'tkazish kerak. U yerda esa bu amaliyot uchun $50,000 ketadi deyishgan. Bundan sal avval aktyor Aziz Rametov sog'lig'idagi 20 yillik muammolar tufayli xalqdan yordam so'rab chiqqandi. To'g'ri, xo'jayinim men va oyijon ham yaxshi pul topamiz, ammo birdaniga bunday katta summa aytilgani uchun xo'jayinim shokka tushib qoldi. Agar hoziroq operatsiya qildirmasalar, og'riq kuchayib nogiron bo'lib qoladigandek tuyulgani uchun ham hissiyotga berilib, video murojaat qildilar va karta raqamini qoldirdilar. Buni ko'pchilik noto'g'ri tushundi. Alhamdulillah, keyinchalik oyijon yaxshi bir klinika topdilar. Hozirda o'sha yerga qat'iy tartibda muolajalar boshlangan. Ularni tez-tez borib ko'rish taqiqlangan. Qolaversa, 3 ta bola bilan mening ham tez-tez xabar olishga imkonim yo'q. Shu sababli hozir oramizda qisqa muddatli ayriliq davri boshlandi. Kasalxonaga yotganlardan beri erimni kam ko'ryapman, kam gaplashyapmiz. 4,5 yillik birgalikdagi hayotimiz davomida bir marta 6 kunga Surxondaryoga ketganimizni hisobga olmasa, hech qachon uzoqlashmagan edik. Har bir oilada urush janjal, kelishmovchiliklar bo'lib turar, ammo o'ylab qarasam, shunday paytlarda o'zlariga aytmasam ham ichimda bo'ldi ajrashaman deb yuborardim. Hozir bunday deb o'ylaganimdan afsuslanaman. Yonimda bo'lganlarida meni hech qayerga bir o'zimni yubormasdilar. Bog'chaga ham, bozorga ham, boshqa joyga ham yo o'zlari olib borardilar yoki ruxsat bermasdilar. Ba'zida bundan bo'g'ilib ketib, shular bo'lmasa ham hammasini o'zim eplayman-ku deb Allohga isyon qilgan vaqtlarim bo'lgan. Hozir esa o'rinlari chindan bilinyapti, qiynalyapman. Ularsiz menga oson emasligi, yolg'iz hech narsani eplay olmasligimni angladim. Boshqa hech qachon bunday demayman. Baribir ayolman, ojizaman, tilimga erk berib qo'ygan bo'lishim mumkin. Ayol kishiga ersiz baribir qiyin ekan. O'ta ketgan zulm yoki shunga o'xshash jiddiy sabab bo'lsa mayli, ketish kerakdir, lekin arzimagan narsalar tufayli menga u kerak emas, usiz ham eplay olaman deyishimiz xato ekan. Balki Alloh menga mana eplab ko'rchi deb imkoniyat berib, meni qisqa muddatga xo'jayinimdan uzoqlashtirgandir. Hozir menga ularsiz rostdan ham og'ir. Ajrashaman deb o'ylaganim uchun afsuslandim. Aktyor Aziz Rametovning rafiqasi Shahlo Rametova uning ayni paytdagi ahvoli haqida yanada ochiqchasiga batafsil gapirdi. Bolalarimga ham juda yaxshi dada nasib qilgan. Otasining mehribonligini uchun ham ular dadamni sog'indik, qachon keladilar deb so'rashyapti. Bu gaplarni eshitish ham oson emas. Men hali ajrashmagan holimda shunchalik qiynalyapman. Ajrashgan ayollarga qanchalik qiyin bo'lishini tasavvur ham qila olmayman. Ba'zi odamlarga ham hayron qolaman. O'zlaricha xulosa chiqarishga usta. Karta raqami qo'yilgandan keyin kimdir 3,000, yana kimdir $5,000 o'tkazganini aytib noto'g'ri ma'lumot tarqatdi. Menda barcha dalillar bor, chunki pullar mening kartamga kelib tushgan. Shunday bo'lsa-da, har bir ehson qilgan insondan Alloh rozi bo'lsin. Xo'jayinim tuzalganlaridan so'ng o'sha insonlarning yaxshi kunlarida xizmat qilishni niyat qilib qo'yganlar. Yana ajrashdilaringmi deb to'g'ridan-to'g'ri shaxsiy sahifamga yozib so'raganlar ham bo'ldi. Menimcha bu g'alati savol. Ajrashganini aniq bilsangiz ham bunday savol bermasligingizni so'rardim. Chunki bu chindan ham xunuk holat. Iloji bo'lsa, salbiy fikrlar ham bildirmanglar. Noto'g'ri gumon iymondan ayirishi mumkin. Qo'lingizdan kelsa Alloh shifo bersin deb xo'jayinimning haqlariga chiroyli duo qilib qo'yinglar, deydi Aziz Rametovning rafiqasi Shahlo Rametova. Siz bilan yangiliklar o'z kanali bo'ldi. Shou biznes xabarlari uchun bizga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang.